Assalomu alaykum. Nega har kuni boylikni vizualizatsiya qiladigan insonlarning 95% baribir o'sha vizualizatsiya qilinayotgan joyda qolishadi? Ya'ni istaklari, orzulari amalga oshmaydi. Chunki ular bitta qoidani bilishmaydi va xato qilishadi. Ular vizualizatsiya qilishadi. Ha, siz to'g'ri eshitmadingiz. Noto'g'ri eshitmadingiz. Aynan vizualizatsiyaning o'zi tuzoq hisoblanadi. Va hozir men nima uchunligini tushuntiraman va uning o'rniga nima qilish kerakligini aytaman. Tasavvur qiling, bir odam har tong 20 daqiqa davomida o'zini boy sifatida tasavvur qiladi. Hashamatli uy, mashina, bankdagi katta hisobni ko'radi. Quvonch, ilhom va energiyani his qiladi. Meditatsiya tugaydi va nima bo'ladi? U ko'zini ochadi va real hayotga qaytadi. U yerda uni to'lanmagan hisoblar, kredit, qarzdorlik va yetarli bo'lmagan maosh kutmoqda. Va aynan shu paytda uning ong osti aniq xabarlarni qabul qila boshlaydi. Men vizualizatsiya qilgan narsam bu yerda emas. U yerda, ya'ni kelajakda, fantaziyada. Bu yer esa boshqa. Bu yer aslida haqiqat deydi. Siz xohlagan va mavjud bo'lgan narsalar orasida bo'lishingizni o'zingiz yaratib qo'yishingiz mumkin. Siz orzuyingizga tashqaridan qaraysiz, xuddi ramkadagi rasmdek. Unga qoyil qolasiz, orzu qilasiz, lekin tashqarida qolaveradi. Va koinot shunday deydi. Mayli, senga vizualizatsiya qilish yoqadimi? A'lo. Mana, yana vizualizatsiya qilish imkoniyatlari mavjud. Shu tariqa siz xohlayman, lekin menda yo'q rejimida qolib ketaverasiz. Nevil Goddard aytgan: istakni vizualizatsiya qilma, uni o'zingniki qilib ol. Bu nimani anglatadi? U ikki yondashuvning farqini tushuntirgan. Birinchisi vizualizatsiya. Sen o'zingni boy qilib ko'rasan. Go'yo o'z ideal hayoting haqidagi filmni ko'rayotgandek. Sen tomoshabinsan. Voh, qanday go'zal deb hayajonlanasan, quvonasan, lekin bularning bari u yerda ekranda sodir bo'ladi. Ikkinchisi bajarilgan istak hissi yoki oxiridan yashash. Eng oxiridan yashash. Natijada yashash. Bu yerda sen xohlagan realligingga qarab turmaysan. Sen hozirning o'zida uning ichida yashaysan. Sen ideal hayotingni tomosha qilayotgan emas, balki o'sha hayotda allaqachon yashayotgan odam bo'lasan. Farq juda ulkan. $1 million vizualizatsiya qilayotgan inson ekrandagi raqamlarga qaraydi. Lekin $1 million allaqachon bor hissida yashayotgan inson o'zini allaqachon shu darajadagi inson sifatida his qiladi. Bo'ladi emas, xohlaydi emas, allaqachon unda mavjud. Nevil Goddard aytgan: ong osti haqiqiy va tasavvur qilingan narsa o'rtasidagi farqni bilmaydi. Agar sen uni chin dildan his qilsang. Demak, kalit tasavvur qilish emas, balki his qilish. Mana Nevilning hayotidan haqiqiy voqeani aytib beraman sizga. 1933-yil. Buyuk depressiya avjida. Nevil ishsiz raqqos. New Yorkda deyarli pulsiz. Teatr yopilgan, ish yo'q, u ochlikdan qiynalmoqda edi. Bir kuni uni chidab bo'lmas darajada kuchli istak bosadi. Barbadosga uyiga qaytish istagi. Lekin unda ovqatga ham pul yo'q. Kemaga chipta olish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. U ustoziga, efiopiyalik rohib Abdullaga boradi va aytadi: men Barbadosga qaytmoqchiman, lekin menda pul yo'q." Abdulla unga javob beradi: "Sen allaqachon Barbadosdasan." Nevil o'ylaydi: ustoz aqldan ozgan shekilli. Ular hozir Manhattanning 72-ko'chasida turishibdi. Bu yerda 50 qavatli binolar bor. Barbadosda esa 3 qavatli uy topishning o'zi qiyin. Lekin Abdulla o'z gapida qat'iy turadi. Barbadosda borishga umid qilma. Sen allaqachon u yerdasan. Bugun kechasi New Yorkda emas, Barbadosda uxlayman deb yot. O'sha yerda yotganingni his qil. Tropik orolning tovushlarini eshit. His qil. Okeanning hidini his qil. New Yorkdan Barbadosga emas, Barbadosdan New Yorkka qarab tur. Nevil buni bema'nilik deb o'ylaydi, lekin har kecha aynan shuni qilishni boshlaydi. U safarni vizualizatsiya qilmaydi, kemani tasavvur qilmaydi. U shunchaki o'zini Barbadosdagi to'shagida yotgandek his qiladi. Tanasi bilan, bor vujudi bilan o'sha joyni his qiladi, sezadi va shu tuyg'u bilan uxlab qoladi.
Oradan 4 kun o'tadi. 4-dekabrda Nevillening eshigi ostidan kimdir xat surib qo'yadi. Ming yillardan beri aloqa qilmagan akasi Viktor yozgan. Xatda shunday deyiladi: Sen kelishing kerak. Oila hech qachon Rojdestvoda to'liq yig'ilmagan. Men allaqachon Fernuve kompaniyasi bilan gaplashdim. Ular senga chipta chiqarib beradi. Mana nimadir olishing uchun $50. Kelganingdan so'ng kemadagi barcha xarajatlaringni men to'layman. Neville yugurib o'sha kompaniyaga boradi. Unga aytishadi: Kechirasiz, 6-dekabrdagi paromga faqat 3-klassga chiptalar qolgan. Neville juda baxtli. 3-klass bo'lsa ham mayli, u uyiga qaytyapti. U hayajonga to'lib Abdullohga chopadi. Bu ishladi. Men Barbadosga ketyapman. Rost, 3-klassda, lekin ketyapman. Uyimga ketyapman. Ammo Abdulla uni keskin to'xtatadi. Kim aytdi sen Barbadosga ketyapsan deb? Va kim aytdi sen 3-klassda ketding deb? Sen Barbadosga ketding va sen 1-klassda ketding. Va u Nevillening burni oldida eshikni sharaqlatib yopib qo'yadi. Neville hech narsani tushunmaydi. Ammo 6-dekabr ertalab u 3-klass chiptasi bilan kemaga chiqish uchun kelganda ro'yxatdan o'tkazishdagi agent unga shunday deydi: Janob Goddard, siz uchun yaxshi yangilik bor. Kimdir buyurtmani bekor qilgan. Siz 1-klassda ketasiz. Neville Barbadosga oilasi bilan 3 oy davomida haqiqiy jannatda vaqt o'tkazadi. 10 kun u yerda 1-klassga kemada boradi. 10 kun yana qaytadi. Bu esa shuning uchun sodir bo'lgan emaski, ya'ni vizualizatsiya qilgani uchun emas. Bu sodir bo'ldi negaki? Chunki u o'sha vaziyatni egalladi. U o'sha vaziyatni o'zlashtirdi. U oxirida yashadi. U natijadan boshladi. Har kecha u Barbadosga borishni istagan odam emas edi. U allaqachon Barbadosda bo'lgan odam edi va Barbadosda yashayotgan inson edi. Keling, to'g'riroq halollik bilan aytaylik. Siz vizualizatsiya qilishga o'tirasiz. Ko'zingizni yumasiz. Millioningizni tasavvur qilasiz. Milliardlaringizni tasavvur qilasiz. Raqamlarni ko'rasiz. Uy, mashina, quvonch his qilasiz. Lekin ichingizda bir kichkina ovoz shivirlab turadi. Bu haqiqiy emas, bu fantaziya, bu illyuziya. Hozir ko'zingni ochasan, hammasi oldingidek bo'ladi. Hammasi sarob. Va siz qancha yorqin vizualizatsiya qilsangiz, real hayot bilan kontrakt shunchaki kuchayadi. Meditatsiyadan ilhom bilan chiqasiz, lekin 1 soat o'tmay kommunal to'lovlar keladi va ilhomingiz bir zumda yo'qoladi. Nega? Chunki bu vaqtning hammasida sizning oningiz bilgan. Sizning hozirgi oningiz bo'lgan. Siz o'yin o'ynayapsiz. Sen boy odam bo'lib ko'rinishga urinyapsan xolos, lekin sen boy emassan degan Neville Goddard. Vizualizatsiya sizni xohlayman bilan menda bor o'rtasida taranglik holatiga soladi. U sizda yo'q bo'lgan narsani ta'kidlaydi. Aks holda siz uni nega vizualizatsiya qilardingiz? Odamlar o'zlarida allaqachon bor narsani vizualizatsiya qilmaydi. Siz qo'lingizni yoki oyog'ingizni vizualizatsiya qilyapsiz-ku, chunki ular bor. Siz faqat sizda yo'q bo'lgan narsani tasavvur qilasiz va buni ongsiz daraja juda yaxshi tushunadi, ya'ni ong ostingiz. Va mana qayerda paradoks. Qanchalik ko'p vizualizatsiya qilsangiz, shunchalik kuchli tasdiqlaysizki, xohlagan narsangiz hali kelajakda, hozirda emas, sizda emas. Siz abadiy kutish halqasini yaratib qo'yasiz xolos. Menda yo'q narsani vizualizatsiya qilaman toki u paydo bo'lsin. Ammo vizualizatsiya qilayotganimning o'zi bu narsa hali yo'q degan ichki tasdiqni mustahkamlaydi. Bu yopiq doira xolos. Doiradan tashqariga chiqa olmaysiz. Yana bir muammo bor. Vizualizatsiya ko'pincha fantaziyadan qochishga aylanadi. Siz ideal hayotni uni yaratish uchun emas, balki mavjud hayotingizdan qochish uchun tasavvur qilasiz. Bu giyohvandlik kabi yoqimli, ammo haqiqatni o'zgartira olmaydi. Va oddiy hayotga qaytganingizda u siz yaratgan yorqin fantaziyaga nisbatan yanada xira, yanada yomonroq tuyuladi. Birinchi texnika eslab qoling. Savol oxiridan, o'zingizdan,
Agar menda million yoki milliard, sizga kerakli bo'lgan summa bo'lsa, o'zimni qanday his qilardim deb so'ramang. Bu vizualizatsiya, bu faraz. O'zingizdan shuni so'rangki, menda million bor holda o'zimni qanday his qilar edim? Farqini sezyapsizmi? Qaytaraman. Agar menda million pul bo'lsa, o'zimni qanday his qilardim emas, menda million bor holatda o'zimni qanday his qilardim? Baribir farqni sezgan bo'lishingiz aniq. Birinchi savol fantaziya, ikkinchisi o'zlashtirish, egalikni yasash hisoblanadi. Ko'zlaringizni yuming va o'zingizni kelajakda boy bo'lib qolganingizni tasavvur qilmang. Boylikni hozir, ayni damda his qiling. Bo'laman, xohlayman emas, menda bor degan hisni yarating. Bu tanangizda qanday seziladi? Qayerda boylikni his qilyapsiz? Ko'kragingizdami? Qorin qismingizdami? Yelkalar tinch va bo'shashganmi? Shu sezgini toping. Boshdagi suratni emas, tanadagi sezgini toping. Mana Nevillening Qonun va va'da kitobidan haqiqiy voqea. Bir shifokor va uning rafiqasi 15 yil davomida ko'p qavatli uy qurishni orzu qilishgan. Ularda yer bor edi. 2 qavatli kichik bino qurishgan, ofis ham bo'lgan, ammo katta daromadli uy qurishga pul yetmagan. 15 yil davomida ipotekani to'lashgan, ammo qarzdan qutulishganida ham yangi bino qurishga mablag' bo'lmagan. Ular bu uyni yillar davomida vizualizatsiya qilishgan, tasavvur qilishgan, orzu qilishgan. Natija esa nolga teng bo'lgan. Neville ta'limotini o'rganganlaridan so'ng ular xatolarini tushunishdi. Ular uy haqida orzu qilishgan, lekin uyda yashamaganlar. Ular yondashuvni o'zgartirdi. Kelajakdagi qurilishini tasavvur qilishni to'xtatishdi. O'rniga ular o'zlarini allaqachon qurib bo'lingan uyning egasi sifatida his qila boshlashdi. Har oqshom ular uylarida, kvartiralarda sayr qilishdi. Ularni ijaraga berishdi. Do'stlaridan tabriklar qabul qilishdi. Ular hatto bino chizmasining batafsil rejalarini chizishdi. Mental obraz yanada aniqroq bo'lish uchun. Ammo kalit rejada emas edi. Kalit shunda ediki, ular kelajakdagi bino haqida o'ylamadi, balki allaqachon qurilgan uy ichidan yashashni boshladi. Ular uning yo'laklarida yurgandek bo'lishdi. Xonalarini ko'zdan kechirishdi. Uning noyob rejasidan quvondilar. Hatto xotini qurilishlarda ismini ko'rgan aniq bir pudratchini tilga oldi. Ammo keyin ular tushunishdi. Agar biz oxirdan yashayotgan bo'lsak, biz pudratchini izlashimiz shart emas. Pudratchi o'zi bizni topadi va ular bu haqda o'ylashni to'xtatishdi. Bir necha hafta davomida ular ushbu amaliyotni davom ettirishdi. Har kuni o'zlarini allaqachon qurilgan, allaqachon ishlayotgan binoning egasi sifatida his qildilar. Umid qilmadilar, kutmadilar, shunchaki egalar edilar xolos. Va nihoyat bir kuni ularning ofisiga notanish bir erkak kirib keladi. Bu xotin aytgan o'sha pudratchining o'zi edi. U shunday deydi: "Nega bu yerga kelganimni bilmayman. Odatda odamlar menga kelishadi. Men ularga emas, lekin men sizlarning yer uchastkangiz yonidan tez-tez o'taman va o'ylayman, nega shu burchakda ko'p qavatli uy yo'q?" Doktor rostini aytadi. Biz juda xohlar edik, ammo pulimiz yo'q, hatto loyiha uchun ham bir necha $100 yo'q. Pudratchi javob beradi: "Agar men uyni o'z hisobimdan qursamchi, siz esa menga ijara daromadidan foiz to'lasangizchi?" Ular rozi bo'lishadi. Pudratchi aynan ular tasavvur qilganidek bino quradi. Kvartiralar tezda ijaraga beriladi va oxir oqibat ularga uzoq yillardan beri uzoqlashib ketgan eski dugonalari Mrs. X tashrif buyuradi. U ularni g'alati, noodatiy fikrlari uchun ilgari salbiy baholagan edi. Ular uni binoda aylanib ko'rsatishadi va o'sha haftada ular tasavvurida eshitgan ayni jumlani aytadi. Doktor, menimcha bu ajoyib. So'zma-so'z. Ularning 15 yillik orzusi ro'yobga chiqdi. O'zlaridan bir sent ham sarflamasdan. Nima uchun? Chunki ular vizualizatsiya qilishni to'xtatishdi. Ular o'zlashtirishni boshlashdi. Ular oxirdan yashashni, ya'ni natijada yashashdan boshlashdi. Endi esa ikkinchi texnika. Ikkinchi texnika sensorli reallik.
Nevil shunday degan: hisni ishlat. Istagan narsangni chetdan tomosha qilma, uni ichida his et. Siz xohlagan mashinani tasavvur qilish o'rniga hozirning o'zida rulning qo'lingizdagi hissini tasavvur qiling. Rulda qo'lingiz turganini. U qanday? Iliqmi, yaltiroqmi, charimmi? Dvigatelning vibratsiyasini sezib ko'ring, eshiting, his qiling. Eshikni yopganingizdagi tovushini eshiting. Salonning hidini his qiling. Hidlang. Ammo eng muhim nuqta, siz buni kelajak bo'lishi mumkin bo'lgan narsa sifatida tasavvur qilmayapsiz. Buni hozir, real, hozirgi holat sifatida his etyapsiz. To'g'ridan to'g'ri, ayni damda, hozir va shu onda. Siz allaqachon shu mashinadasiz. Siz allaqachon haydab ketyapsiz. Bu orzu emas. Bu sizning realligingiz. Va ko'zingizni ochganingizda fantaziyalar reallikka qaytmaysiz. Fantaziyadan reallikka qaytmaysiz. Bu hisni saqlang. U siz bilan birga yuradi. Chunki bu kelajakni tasavvur qilish emas. Bu hozirni o'zlashtirish edi. Aynan shunday qilib Nevil Nyu-Yorkda uxlar edi, ammo o'zini Barbadosda his qilardi. U orolni tasavvur qilmagan, u uni his qilgan. Tropiklarning hidi, tunning tovushlari, o'z karavatining hissi, bularning bari uning his-tuyg'ulari uchun haqiqiy edi. Uchinchi texnikaga keldik. Bu mental inversiya. Mana inqilobiy fikr. Agar sizning hozirgi realligingiz aslida vizualizatsiya bo'lsa-chi, agar siz tasavvur qilayotgan boylik esa asl haqiqiy reallik bo'lsa-chi, Nevil shunday der edi: tasavvur bu Xudo. Tasavvur qilingan bu haqiqat. Qolgani g'or devoridagi soyalar xolos. Mana mashq. Bank hisobingizga qaraysiz va sizni qoniqtirmaydigan raqamlarni ko'rasiz. O'zingizga shunday deng: bu eski vizualizatsiya. Bu men o'tmishda yaratgan narsa. Mening haqiqiy realligim, ichki holatim. Ichimdan men boyman. Bu aqldan ozgandek eshitilishi mumkin, lekin reallik aynan shunday yaratilinadi. Fizik dunyo ichki holatning kechikib keladigan aksidir. Ichkarini o'zgartirsangiz, tashqari moslasha boshlaydi. Fizik dunyoni kechikuvchi oyna deb tasavvur qiling. Siz jilmaydingiz, ammo oyna sizning jilmayishingizni bir necha oy kechikib ko'rsatadi. Ko'pchilik odamlarga nima bo'ladi? Ular oynaga qaraydi, g'amgin yuzini ko'radi va shunday deydi: "Demak, men g'amginman." Va g'amginlikni davom ettiradi. Ammo siz bu qonunni tushunsangiz, siz shunchaki jilmayishda davom etasiz. Oynaning tez orada buni aks ettirishini bilgan holda. Do'stlarim, agar siz shu joygacha eshitgan yoki tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizning ong ostingiz, ya'ni podsoznaniyangiz o'zgarish uchun tayyor. Keling, bu niyatni hoziroq mustahkamlaymiz. Videoni pauzaga qo'ying va izohlarda farovonlik, to'kinsochinlik, boylik men bilan so'zini yozib qoldiring va Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'ying. Chunki Telegram kanalda bu kabi texnikalar bundanda to'liqroq beriladi. Bu olamga bergan bayonotingiz hisoblanadi. Davom etamiz. Boylikni o'zlashtirish yo'lidagi birinchi qadam. Yaxshi, nazariya tushunarli. Endi amalda nima qilish kerak? Qanday qilib vizualizatsiyasiz yashash mumkin? Mana sizga butun kunlik aniq reja. Quloq soling va diqqat qiling. Mana shu yerini qayta-qayta eshiting. Pauzaga qo'yib yozib oling. Ertalab kunni orzudan emas, o'zlashtirishdan boshlang. 20 daqiqa vizualizatsiya o'rniga shuni his qiling. Hali ham to'shagingizda yotganingizda ko'zingizni ochmasdan o'zingizdan so'rang: agar men boy odam sifatida uyg'ongan bo'lganimda, tanamdagi birinchi his qanaqa bo'lardi? Nimani his qilardim? Uy, mashina yoki pullarni tasavvur qilmang. Hisni toping. O'sha his-tuyg'uni toping. Sizda shu narsalar mavjud bo'lgandagi sizdagi his-tuyg'uni toping. Bu osoyishtalik bo'lishi mumkin, sokinlik, orom. Xuddiki yelkadan yuk tushgandek yengillik bo'lishi mumkin sizda. Chuqur bo'shashish bo'lishi mumkin. Uni toping, azizam. Va shu holatda biroz turing. Bu kelajakni tasavvur qilish emas, bu hozirgi holatingiz. Shundan keyin ko'zingizni oching va turing. Turib oling.
Shu hisni saqlagan holda yashashda davom eting. Har bir soniyangizni shu his bilan yashang. O'zingizni real hayotga qaytarmang. Bir necha soniya avval his qilganingizni his qilishda davom ettiring. Ertalab uchun aniq texnika. Dushga kirganingizda suvning sizdan eski shaxsni, boy bo'lishni istaydigan odamni yuvib tushirayotganini tasavvur qiling va dushdan allaqachon boy odam chiqayotganini his qiling. Buni jismonan his qiling, qalban his qiling, ruhan his qiling. Boy odam qanday qilib sochiq bilan quriladi? Sekin, sokin, shoshmasdan, chunki unda hech qanaqa muammoli vaziyatlar yo'q. Uni o'yga soladigan vaziyatlar yo'q. O'zingizga shu hisni bering. Mayda detallargacha muhim. Boy inson qanday kiyinadi? O'ziga yoqqan narsani tanlab, zavq bilan. E'tibor bering, boshqalarga yoqqan narsani emas, o'ziga yoqqan narsani zavq bilan kiyadi. Milliarder nonushtasi qanaqa bo'ladi? Bu ikra yoki shampan emas. Bu qanday holatda ovqat yeyishingiz. Qimmatbaho yegulik emas. Ovqatni qanaqa sokinlik bilan, bo'shashgan, bemalollikda yeyishingiz. Oddiy bo'tqa bo'lsa ham, kasha bo'lsa ham, uni hammasi bor inson, hamma narsasi bor inson sifatida yeng. Har qoshiqdan zavq oling. Vaqtingiz bor. Hech qayerga shoshmaysiz. Chunki sizning vaqtingiz, sizning resursingiz. Siz esa vaqti ko'p insonsiz. Kun davomida maqsad boylik haqida o'ylash emas. Maqsad boy bo'lish. Farqi ulkan, juda ham ulkan. His qilgandursiz. Boylik haqida o'ylasang, yana bo'linish yaratasan. Men o'ylayapman chunki men bu yo'q narsaman. Men o'ylayotgan narsa menda mavjudman deyishlik, mavjudmas deyishlik. Ammo sen boy bo'lsang, shunchaki yashaysan. Kun davomida oddiy kofe ichsangiz, boy odam sifatida iching. Shoshmang, yugurmang, hozirgi lahzadan, hozir va shu ondan zavq oling. Sizda vaqt bor, sizda hammasi bor. Ko'chaga yugurganingizda boy inson sifatida yuring, yugurmang, yuring. Orqa tik, umurtqalaringizni tik ushlang. Boy insonlar qanday yuradi? Nigoh xotirjam, yurish sokin, bemalol. O'ylamang, shunchaki shunday qiling. Neville 72-ko'chada qashshoqlikda yurgan bo'lsa ham, ich-ichidan Barbadosda edi. Tanasining ishi shu yerda edi, ammo ongining e'tibori u yerda, ya'ni Barbadosda edi. Odamlar bilan gaplashganda hech nimani isbotlashga muhtojji bo'lmagan inson sifatida gapiring. Sokin, saxovatli, qadr-qimmat bilan. Do'konda mana haqiqiy sinov shu yerda boshlanadi, diqqat qiling. Mahsulotga qaraganingizda qimmat yoki buni olishga qurbim yetmaydi deb o'ylamang. Shunchaki bu qiziq ekan yoki bu menga keraksiz deb o'ylang. Tanlang. Yetishmovchilikdan emas, balki erkinlikdan tanlang. Doktor va uning rafiqasi binoga pulga ega emas edilar. Eslang yuqoridagi hikoyani. Lekin ular hech qachon pul yo'q deb o'ylamadilar. Ular allaqachon qurib bo'lingan binodan fikrlashni boshladilar. Ular poydevor hatto qurilmasidan ancha oldin o'sha binoning egasi edilar. O'sha binoning ichida yashadilar va buni his qildilar va o'sha his bilan yashadilar. Kun davomida kuchli texnika. Quloq soling. Mavjud narsalar bilan saxiylik. Boy insonlar saxovatlidir. Ammo boy bo'lishingizni kutmang. Hoziroq saxiy bo'ling, saxovatli bo'ling. Vaqtingiz bilan, e'tiboringiz bilan, yaxshi so'zlaringiz bilan, tabassumingiz bilan, yordamingiz bilan saxiy va saxovatli bo'ling. Biz saxiylik taratganimizda biz farovonlik taratamiz va yaratamiz va olam farovonlik bilan javob qaytaradi. Kechqurun uxlashdan oldingi holat. Neville texnikasi. Neville buni uyquga yaqin holat deb atagan. Bu siz hali uxlamagansiz, lekin hushyor ham emassiz. Aynan shu pallada, ya'ni uyquga ketar arafasi. Aynan shu pallada ong osti eng ochiq pallasi bo'ladi. Mana nima qilasiz shu vaqtda? Birinchidan, to'liq qorong'ulikda to'shakda yoting va butunlay bo'shashing. Ikkinchidan, kelajak hayotini vizualizatsiya qilmang. Uning o'rniga bitta juda qisqa sahna tanlang. Siz uchun men allaqachon boyman degan ma'noni beradigan sahna tanlang. Bu bo'lishi mumkin hamkoringiz bilan qo'l siqish, shartnomaga imzo qo'yish,
qanaqadir dokumentni hal bo'lish arafasi, do'stingizning tabriklayman deb aytishini eshitishingiz, bu sahnani tashqaridan kuzatmang. Ichiga kirib, birinchi shaxs sifatida his qiling. Men misol uchun hozirda til sertifikatiga harakat qilayotgan bo'lsam, shu sertifikat menda mavjud va meni do'stim meni tabriklayotgan holatni his qilaman. Tushuntira oldim shekilli. Endi uchinchidan, bu sahnani tashqaridan kuzatmang. Ichiga kirib, birinchi shaxs sifatida his qiling. To'rtinchidan, hamkorning qo'lini o'z qo'lingizda his eting. Uning ovozini eshiting, ya'ni sizni tabriklayapti u. Ichingizdagi mamnunlikni his qiling. U tabriklaganda sizda qanaqa his-tuyg'u bor? Hammasini his qiling. Beshinchidan, eng muhimi, o'zingizga ayting. Bu allaqachon sodir bo'lgan, bu allaqachon amalga oshgan, bu allaqachon amalga oshdi va bu allaqachon menda mavjud deng. Oltinchidan, shu sahnani yana takrorlang, toki uxlab qolgunga qadar. Buni kelajak haqidagi orzu sifatida emas, allaqachon bo'lib o'tgan voqea xotirasi sifatida his qiling. E'tiborli bo'ling. His qilish birinchi va asosiy o'rinda. His qilish eng muhim. Nevel har kecha mana shunday uxlagan. Jismonan u Nyu-Yorkda 75-ko'chada, ong ostida esa xonada yashar edi. Ammo tasavvurda u Barbadosdagi o'z yotoqxonasi to'shagida uxlar edi. Tasavvur qilmaydi, uxlaydi. Tushuntira olyapmanmi? His qiladi. U Nyu-Yorkdagi xonasida, Nyu-Yorkdagi to'shagida uxlayotgan bo'lishiga qaramasdan, u Barbadosdagi to'shagini his qiladi. Barbadosdagi to'shagida qushlarni sayrashi, tabiatning ovozi, Barbadosdagi shamolni his qiladi. Tushuntira olyapmanmi? O'z kravatini, o'z xonasini, deraza ortidagi tovushlarni haqiqiy tarzda his qiladi. Va mana asl sir qayerda? Sahna juda qisqa bo'lsin azizim, juda qisqa. Va o'sha sahnani qayta ko'raverasiz. Butun ideal hayotingizni boshdan oxirigacha takrorlab chiqishingiz shart emas. Bitta sahna 3 soniya. Do'stingiz keladi, tabriklayman seni, sen buni uddalading, sertifikat olding yoki universitetga kirding, talaba bo'lding va tamom. 3 lahzalik sahna, 3 lahzalik. Tamom, shuni his qiling. Qayta shu sahnani tasavvur qiling. To uxlab qolgunga qadar. Aynan shu 3 soniyani takrorlang. Qisqa sahnani haqiqiy hissiyot bilan to'ldirish osonroq. E'tibor bering. Bu texnikani ba'zi bir masterlar $1000 bundan ziyod pullarga sotayotganda, men sizga buni haqiqiy mehnat qilib, chet ellik vloglardan tarjima qilib, vaqtimni ketkazib, sizga manfaatli bo'lsin deb tayyorladim. Sizga hurmat bilan Dilnavoz Abdumajidovna. Demak, davom etamiz. Yana bir kechki mashq. Kunni teskari tartibda ko'rib chiqish. Bugungi kunda siz kamlik energiyasiga tirilgan lahzalarni eslang. Ya'ni energiya kam holatda bo'lgan lahzalaringizni eslang. Narxni ko'rib ichingizda taranglik bo'ldi, misol uchun, narx-navoni ko'rib, birovning muvaffaqiyatini eshitib ichingizda rashk, ko'ra olmaslik uyg'ondi. Hisobni ko'rib, to'lov hisobini ko'rib xavotirga tushdingiz, yetkiza olmaslik xavotiri. Endi mental ravishda o'sha lahzalarga qayting va ularni qayta o'ynang. Narxni ko'rdingiz, qayta o'ynang. Siz xotirjam qaraysiz va deysiz: "Bu mening budjetimga mos" yoki "Bu menga kerak emas". Birovning muvaffaqiyatini eshitdingiz, qayta o'sha sahna asarida o'ynang. Siz chin dildan xursand bo'lasiz. Qayta o'ynaganingizda o'sha do'stingiz uchun chin dildan xursand bo'ling. His-tuyg'ularingiz juda muhim. Siz kimnidir muvaffaqiyatidan xafa bo'lsangiz, ko'ra olmasangiz, sizga teskari ishlaydi. Aks ettirish qonuni. Hisob oldingiz, qayta o'ynang o'sha jarayonni. Siz xotirjam qaraysiz va deysiz: "Yaxshi, buni to'layman. Buni oson to'layman." Bu o'zingizni aldash emas. Bu neyron yo'llarini qayta dasturlashdir. Siz yangi avtomatik real hayotni yaratmoqdasiz. Ijobiy niyat kuchi juda zo'r ishlaydi. Buni bajarib ko'ring. Biron necha hafta ichida real vaziyatlarda ham aynan shunday reaksiyalar paydo bo'layotganini sezasiz.
Endi esa asosiy sinovlar haqida. Nima qilish kerak agar reallik qarshilik qilayotgan bo'lsa? Atrofdagilar barchasi baqirayotgandek, sen boy emassan, o'zingga kel, o'zingni aldama. Birinchi, qarshilikning tabiatini tushuning. Tashqi dunyo bu sizning o'tgan holatingizning kechikkan aksidir. Bir hafta davomida boylik his qildingiz, ammo hisobda o'sha raqamlar. Aql aytadi, ko'rdingmi, ishlamayapti. Lekin bu haqiqat emas. Siz kema yo'nalishini o'zgartirdingiz, ammo u hali eski inersiya bo'yicha harakatlanmoqda. Shturvalni qo'yib yubormang, mahkam ushlang. Nevel 4 kun davomida Barbadosda uxlagan holatda bo'ldi. Fizik jihatdan esa u Nyu-Yorkda sovuq podvalda edi. 3-kuni taslim bo'lib aytishi mumkin edi. Bu ahmoqlik, men hanuz shu yerda sovuq podvalda pulsizman deyishi mumkin edi. Ammo u holatni to'xtatmadi. Bu 4-kuni xat kelishigacha davom etdi. Hamma gap 3-kunni yorib o'tishdi. 3 kun qildingiz, 3-kun hech narsa amalga oshmadi desa ham to'xtamang. Bajaravering. Doktor va uning rafiqasi ham haftalar davomida mashq qilishdi. Har kuni tasavvurda binoda yurar edilar, ammo reallikda oldilarida faqat bo'sh maydon bor edi. Ular aytishlari mumkin edi, bu ishlamayapti, bino havodan paydo bo'lmaydi-ku. Lekin ular holatni ushlab turdilar va pudratchi o'zi keldi. Endi ikkinchidan, qarshilikni trenajyor sifatida ishlating. Har safar reallik sizga sinov tashlasa, bu imtihon. Sen haqiqatdan ham boyligingga ishonasanmi yoki bu shunchaki o'yinmi degan savollar. Bu shunchaki o'yin edi. Kutilmagan hisob kelib tushdi. Eski reaksiya vahima, yangi reaksiya pauza, chuqur nafas. Men resursga ega insonman. Bu shunchaki vazifa. Yechim keladi va yechim haqiqatdan ham keladi. Lekin faqat siz holatni ushlab tursangiz. 3-texnika bu muvaffaqiyat hikoyasining bir qismi. Nima noto'g'ri sodir bo'lsa ham o'zingizga ayting. Bu mening muvaffaqiyat hikoyamning ajoyib epizodi bo'ladi. Men milliarder bo'lganimda ushbu lahzani vaqtinchalik to'siq sifatida eslab boshqalarga aytaman. Nevel Goddard Barbados voqeasini 10 yillar o'tib hikoya qilgan. U xatni kutgan 4 kun uning o'qitishining afsonaviy qismi bo'lgan. Agar u 3-kuni taslim bo'lganida hikoya bo'lmas edi. Qayerda xato qilishingiz mumkin? Birinchi xato, siz hali ham vizualizatsiya qilasiz, lekin boshqacha ataysiz. Men vizualizatsiya qilmayapman, men his qilyapman deysiz. Ko'zlaringizni yumib, orzu qilgan uyingizni tasavvur qilasiz. Mana shuda vizualizatsiya. Men sizga his qiling deyapman. Stop. Agar sizning boshingizda rasm ko'rsangiz, bu vizualizatsiya. His qilish bu tanangizda nimadirlar haqiqatdan ham his qilishingizdir. Rasmni ko'rish emas. Nevel Barbadosning rasmini ko'rmagan, u o'zini u yerda his qilgan. Karavot, hidlar, tovushlar, fizik his-tuyg'ular haqiqiy animatsion filmdek. Qanday tekshirilish mumkin? O'zingizga savol bering. Men bu hisni hozir tanamning qaysi qismida his qilyapman? Agar aniq javob bera olmasangiz, demak siz hali ham vizualizatsiyada yuribsiz. Ikkinchi xato, siz natijalarni tekshirasiz. Xo'p, men 3 kun davomida o'zimni boy his qildim. Qayerda mening pullarim? Shu lahzada siz yana bo'shliq yaratdingiz degani. Boy insonlar pul kelganini tekshirmaydi. Ular bilishadi, ularda pul mavjudligini tekshirib o'tirishmaydi. Bu urug' ekib, har kuni uni tekshirish kabi jarayonni to'xtatasiz. Ishonchingizni bildiring. Natija kutmang. Natijalar holatning yon ta'siri. 3-xatoyingiz, o'zingizni ishontirishga harakat qilasiz. Men boyman deysiz. O'zingizni ishontirishga urinasiz. Lekin ishontirish bu shubha bilan kurashish hisoblanadi. Buning o'rniga dam oling va his qiling. Nevel o'zini Barbadosda ekanini ishontirmagan. U shunchaki o'sha yerda bo'lganini tanasiga his qildirgan. Xotirjam, tabiiy fakt sifatida. 4-xato, muhim lahzalarni unutish. Hisob keldi va siz avtomatik tarzda vahima rejimiga qaytib qoldingiz. Stop, to'xtang. Hozir boy inson qanday javob berar edi? Hisob varaqasi qo'lida turibdi. To'lov qilish kerak. U hisobni xotirjam qarab, nima derdi? Aniq buni to'lash kerak derdi. Hech qanaqa vahimalarsiz.
Endi 5-xato. Siz buni umidsizlikdan qilasiz. Menga tezda pul kerak, shuning uchun o'zimni boy his qilishim kerak, majburman, tezroq his qildirishim kerak deb o'zingizni umidsizlikdan qilasiz, majburlab. Bu ishlamaydi azizam. Umidsizlik bu keskin yetishmovchilik holati. Nevil umidsizlikka tushmagan. Ha, u pullarsiz edi, lekin Abdullaning ta'limotini xotirjam qabul qilgan va amaliyot qilgan. Panikadan emas. Ya'ni podvalda yotibman, uysizman, yeyishga nonim yo'q deb panikasi bilan emas, balki qiziqish va ishonchdan qilgan. Ya'ni vaziyatdan tezroq chiqib ketishim kerak deb emas, qiziqishdan qilgan. Siz ham xuddi shunday qiling. 6-xato. Siz bitta katta voqeani kutasiz. Milliard kelganda men tushunaman texnika ishlaganini deb juda katta voqelikni kutasiz. Ammo bu ishlamaydi. Avvalo kichik belgilar keladi. Nevilda avvalo xat keldi, keyin $50, keyin 3-klass chiptasi va faqat oxirida 1-klassga o'tirib ketish. Bu qadam-ba-qadam rivojlanish. Agar u xatni e'tiborsiz qoldirganida, bu chipta emas, hech narsa sodir bo'lmas edi. Kichik g'alabalarni e'tiborsiz qoldirganida edi, katta g'alabalarga erisha olmasdi. Har bir boylik namoyon bo'lishiga xursand bo'ling, kichik g'alabalarni e'tiborsiz qoldirmang. Agar siz shu qismgacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak siz tayyorsiz. Keling, shu yerda pauza qilaylik. Ko'zlaringizni yuming. Boylikni vizualizatsiya qilish o'rniga buni his qiling. O'zingizdan so'rang. Menga hamma narsa allaqachon berilgan bo'lgan inson bo'lish qanday? Xo'sh, qanday? Hamma narsangiz mavjud bo'lgan inson bo'lganingizda qanday? Bu bo'ladi emas, allaqachon bor deb tasavvur qiling. Shu lahzani tanangizga qayerda his qilayotganingizni toping. Ko'kragingizni bir qismida iliqlikmi, yelkangizda bo'shashishmi, qorin qismingizda chuqur xotirjamlikmi? Bu hisni toping va kamida 30 soniya, bu degani yarim minut degani. 30 soniya davomida shu hissiyotda qoling. Shu bilan tugadi. Bu vizualizatsiya emas. Bu sizning yangi haqiqatingiz. Endi ko'zlaringizni oching va e'tibor bering. Bu his hech qayerga ketmadi. Chunki u tasavvurda emas, haqiqiy edi. Siz tasavvurni tomosha qilmadingiz. Ko'zingizni oldiga orzu qilgan mashinangizni rasmini keltirmadingiz. Siz o'sha mashinani his qildingiz. Salonini hidladingiz. Eshigini ochib yopganingizdagi tovushini eshitdingiz quloqlaringiz bilan. Va tanishingiz, o'rtog'ingiz sizni mashina olganingiz bilan tabriklayotgan ovozini eshitdingiz. Keyingi 7 kunlik vazifangiz yozib oling. Shu hisni imkon qadar tez-tez esga olish. Kelajakni vizualizatsiya qilmasdan hozirgi lahzani his qiling. Telefoningizga eslatma qo'ying. Kuniga 5 marta, misol 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Eslatma chalinganda 30 soniya to'xtang. Yarim minut. Tanangizda boylikni his qiling. Shu hisda qoling. 30 soniya, shu yetarli azizlarim. Mo'jiza sodir bo'ladi. Bir hafta ichida siz birinchi o'zgarishlarni sezasiz. Pul darhol kelmasligi mumkin, lekin xulqingiz o'zgaradi. O'zingizga ishonchni, xotirjamlikni kashf qilasiz. Atrofingizdagilar sizga boshqacha munosabatda bo'la boshlaydi. Imkoniyatlar paydo bo'ladi. Bir oy o'tgach, ortga qarab, haqiqiy o'zgarishni sezishingiz mumkin. Sababi vizualizatsiya emas, siz boshqa inson bo'lgansiz. Do'stlar, vizualizatsiya bu boshlovchilar uchun vosita xolos. Bu hali haqiqiy manifestatsiya qanday ishlashini tushunmaganlar uchun. Haqiqiy manifestatsiya xohlaganingiz haqida orzu qilmaslik, xohlaganingiz ichida yashashlik, hozir va shu onda, ertaga emas, o'tmishda emas va qachon bo'lishini kutmasdan bugun, hozir va shu onda. Nevil aytganidek, tasavvurda o'zlashtir va haqiqat bunga javob beradi. Umid qilma, vohmaga berilma, vizualizatsiya qilma, o'zlashtir. Eslang, siz xohlaganingizni emas, siz kim ekanligingizni jalb qilasiz. Shuning uchun boy bo'lishni istaydigan inson bo'lishni bas qiling. Boy bo'lgan inson bo'ling. Bugun boshlang. Vizualizatsiyadan emas, hisdan boshlang, his qilishdan boshlang, o'zlashtirishdan boshlang, ichingizdan boshlang, ichidan boshlang va oxiridan, ya'ni natija bor bo'lgan
o'lchamdan boshlang. Jismoniy dunyo har doim ichki dunyoning aksidir. Har doim esingizda tursin, har doim. Agar tashqi dunyo hozircha sizning ichki boyligingizga mos kelmasa, bu texnika ishlamayapti degani emas. Bu shuni bildiradiki, siz o'tgan holatning aksini ko'ryapsiz xolos. Yangi holatni ushlab turing. Oyna tez orada yangilanadi. Oynada sizning yangi ko'z aksingiz ko'rinadi. Nevil Goddard butun hayotini shu prinsipni isbotlashga bag'ishlaydi. U pul yo'qligidan Barbadosga sayohatni manifest qildi. U nikoh qilingan ayol bilan turmush qurishni manifest qildi. U armiyadan ozod bo'lgan holatini, u boylik va muvaffaqiyatini. Bularning barchasi birgina texnika orqali amalga oshdi. Hayot oxiridan boshlanadi. Kelajakni vizualizatsiya qilmaslik, hozir va shu onni o'zlashtirish. Abdulla unga eng muhim narsani o'rgatdi. Siz allaqachon boradigan joyda, siz allaqachon borasiz, mavjudsiz. Shu yerga yetishni, kutishni bas qiling. Siz allaqachon shu yerdasiz. Nevil buni tushunganida haqiqat unga bo'ysuna boshladi. Akasi unga xat yubordi. Bilet monetizatsiya bo'ldi. Birinchi klass ochildi. Siz allaqachon boysiz. Siz har doim boy bo'lgan ekansiz. Faqat siz boylikni tashqi narsa sifatida ko'rgan edingiz xolos. Uni qo'lga kiritishingiz kerak deb. Aslida esa boylik bu narsalar emas, bu holat, bu his-tuyg'u va bu holat allaqachon sizning ichingizda. Uni uyg'oting. Har lahza bu tanlov. Siz qaysi holatda yashaysiz? Yetishmovchilikdanmi yoki boylikdan, qo'rqinchdanmi yoki ishonchdan, xohlashdanmi yoki egalikdan? Egalikni tanlang. Hozirni tanlang. Shu lahzani, shu onni tanlang. Shu lahzada yashang. Ertaga qoldirmang. O'tmishni o'ylamang. Vaziyat yaxshilanishini kutmang. Hozirni yashang. Boyligingizni hozir o'zlashtiring. Siz milliardersiz. Ertaga emas, hozir milliardersiz. His qiling buni. Siz shu hisni sezib ko'ring. Shu hisdan boshlang, yashang va dunyoga ko'rsating siz allaqachon kim ekanligingizni. Ushbu video qo'llanma sizga yoqqan bo'lsa, like va podpisatsiya qo'yib, meni qo'llab qo'yishni unutmang. Kommentariyada esa fikr va mulohazalaringizni kutib qolaman. Sizga yoqqan bo'lsa, xuddi shunday ilm va texnikalarni ulashishdan, sizga tayyorlashdan hech ham charchamayman. Siz bilan sotsiolog, psixologingiz Dilnavoz Abdumajidovna bo'ldi. Aytgancha Telegram kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Telegram kanalim linki esa opisaniyada qoldirilgan. Barchangizdan ketkizgan vaqtingiz uchun minnatdorman. Ushbu videorolik manfaatli bo'lsin.